Here's my sister. Here's my brother. Here's my home. Here's my son. Here's my daughter. Here's my home. Here's my city. Here's my country. Here's my soul. Here's my freedom. Here's my Easter. Benim ismim Abdsalam Niyazi Uygur. 1977 yılı 2. ayının 28. günü Ürümçi tug'ilgan. 2008 yıldan itibaren Gollandiyada yaşayatıman. Abduqahar Niyaz, akam. 1970 yılı 8. ayının 28. günü Ürümçi tug'ilgan. 2013 yılı Xitoy istixborotchilariga moslashib bermaganligi sababidan Xitoylar tarafidan zaharlab o'ldirilgan. Aygül Niyaz 1961 yılı 12. ayının 19. günü tug'ilgan. 2017 yılı 9. ayının 1. günü kecha soat 11'de o'z uyidan majbur tutib ketilgancha hozirgacha izdiraksiz. 2017 yılı 1. aydan itibaren uyda yolg'iz qolgan 73 yoshli onam ve yetim qolgan akamning qizi bilan butunlay aloqam uzildi. Men buning uchun guvohlik berdim. Ve buning uchunla emas, butun Sharq Turkistonda majbur holda Xitoyning jazo lagerlariga solinayotgan 4 million xalqimiz uchun guvohlik beraman. İzdiraksiz g'oyib bo'lib ketayotgan qiron yoshlarimiz ve ularning atkaz qilinayotgan ishga a'zolari uchun guvohlik beraman. Majbur xitoylashtirilgan ota-onasi jazo lagerlarida tushirayotgan yetim bolalarimiz uchun guvohlik beraman. 1950 yıldan itibaren mecbur bisbilingan vatanim üçün guvohlik beraman. Ve onundan başka ismi atalmagan hizmetdaşlarım, serdaşlarım, savaqdaşlarım, qeyrindaşlarım, vatandaşlarım üçün guvohlik beraman.